Pasif yaxşıdan aktif yaxşığa. Abdori Mustafa İslam oğlu. 6. bab 3. qism. Aidiyet. Təalluq buluş, mənsub buluş. Aidiyeti boğan uruq, meyvelik dərəx boludu. Yaxşı yoki yaman buluş üçün aldı bilən mövcud buluş lazım. Çünki yaxşılıq yoki yamanlıq bir sübət bulub, bir нәрсе mövcud bolmay durub, onun sübəti bolmaydı. Bir şeyi dep atılışqa layiq bolğan hər nərsinin özüge xas bir ornu boludu. Yaxşı buluş ornu bolğanlıqdır. Aktiv yaxşı buluş hərgizmo ornu yoq mənisini bildirmeydi. Kainatda mutlaq pasif bolğan heç qandaq bir нәрсе mövcud emas. Aktiv bolğan hər qandaq bir şeyinin özüge layiq bir ornu boludu. Kevin yaratılğan mövcudiyet və vücudqa keliş mənisini bildirdi. Kainat aləmnin həmmisiga berilgan bir isim. Makan mövcudiyetinin orni mənisini bildirdi. Kainatda Kevinge mənsub bolğan hər şeyinin özüge xas bir makanı bar. Makanı bolğan hər qandaq şeyi vaqtqa beqinidi. Vaqtqa beqinadigan hər qandaq şeyi izchil hərəkət halətida boludu. Şeylər mənsub bolğan bu qanun şunu ko'rsatadi ki, o'rni bo'lish bilan hərəkət halətida bo'lish bir-biriga aks ta'sir ko'rsatadigan omillar emas. Aksicha bir-birini to'liqlaydigan omillardir. Hikmat egisi bolğan yaratquchi bema'ni ishlar bilan avar bo'lmaydi. Yaratilgan hər qandaq bir şeyinin özüge xas mənisi və məntiqisi boludu. Məna və məqsədga ega bolğan hər qandaq bir şeyinin bir orni, bir maqami, bir joyi boludu. Əgər yaratilgan bir şeyinin yaratilishinin bir məqsədi və mənisi bolmasa, onun özüge xas bir ornun bolmaydı. Hər şeyə yaratilishdan bir orun təqdir qılınğan. Bir şeyinin ornu barlığı haqqında toxtalğanlıq, o şeyinin aidiyeti haqqında toxtalğanlıq bilan oxşaş mənini bildirdi. Bir uruq bir yerge ait bolmaganda faqat uruq bolup mövcud bolup turdu xalas. Bu barlıq uruqlar üçünmü şundaq bolup, aqibət bu uruq çirib topağa aylanıp ketidi. Lekin bir yerge ait bolsa, o mövcudluğunu davamlaştırdı. Aldı bilan yıldız tatıdı, andın bıq çıqırdı. Çoğuyiş degan hadise uruqның bir yerge aidiyeti bilan mümkün boludu. Yani aidiyet uruqni yaşnıtıdı. Bir badam özü ait bolğan yerge xas bolmaganda badam haltıda mövcud bolup turdu. Onun təqdiri çirib topağa aylanıp ketiş yoki kişmiş boluşdur. O yerge bolğan aidiyetini qabul qılmasdan hərgizmo badam dərxi bolalmaydı. Bir köçət özüge xas yerge nisbətən aidiyetini saqlab qalğan müddətcə dərəx dep ataşqa layiq boludu. Bir dərəxnin yıldızı tuproqda yıldız tatqan bolsa, o özüge təalluq joyda bolğan boludu. Aidiyetidən məhrum bolğan bir dərəx boluş salayətini yoqtub qoydu. O dərəx deyilishinin orniga kötək yoki otun deb atılıdı. Çünki yıldız bilan tuproq arasidagi munosabat üzilganlikdan yıldızlarning tuproqqa bolğan aidiyeti acizlashgan boludu. Sperma hüceyresi özüge layiq o'rnini topolmasa, o meynat suv boludu. Lekin özüge xas yerini tapalasa, ilahi şah əsər bolğan insanның törəlmisiga aylanıdı. Spermaның o'rni ana rahimidir. Bu uruqның ana rahimiga joylashishi ait bolğan yerga makanlashqanligini bildirdi. Aidiyetini rad qilganda paskina deb qaralgan bu uruq aidiyetini qabul qilganda inson bo'ladi. İnsanni ba'zida o'lim girdobig'a elib boradigan raklar aidiyetsizlikning naqadar cho'ng kasal ekanligining eng jonliq o'rnikidir.
Rakka kiribda bo'lgan bir hüceyrini keltirib chiqargan sabab hüceyrining aidiyatini yo'qotib qo'yganligi bo'lib, agar hüceyri aidiyatini yo'qotib qo'ysa, qonun va mizonsiz harakat qilishga boshlaydi. Qonuniyat nayt aniq, ya'ni tug'ilish va o'lish qonuniyatiga tava bo'lish. Ömrü bo'lgan hüceyri o'ladi, o'rniga yangi hüceyri paydo bo'ladi. Hüceyrlar bir-biri bilan aloqa ichida bo'lib, agar paydo bo'lishi kerak bo'lgan hüceyri paydo bo'lib, o'lishi kerak bo'lgan hüceyri o'lmasa, o'lishi kerak bo'lgan o hüceyra rak omilini keltirib chiqardi. Ya'ni rakni paydo qilgan hüceyra aidiyatini yo'qotgan bo'ladi. Halbuki aidiyati bo'lgan hüceyra organlarni tashkil qiladigan asosli omildir. İnsanmı hüceyriga o'xshaydi. O'ziga loyiq o'rnini yo'qotib qo'ygan vaqtdan boshlab ijtimoiy jamiyat uchun bir vaboga aylanadi va o'rnini aidiyatini yo'qotib qo'ydi. Shuning bilan aslida tava bo'lgan bir o'ringa foydali bo'lgan omil oid bo'lgan gavdini ichidan yeb tugitadigan parazitga aylanadi. Bir tosh faqat toshdir. Onun qiymatimi boshqa tosh bilan o'xshash bo'ladi. Toshlar chiroyli dövləngan taqdirdimi qiymati o'zgarmaydi. Lekin toshning qiymatini biladigan bir usta tarafidan o'ziga loyiq o'rin qo'yilgan vaqtda Sulaymaniya jamisiga o'xshash shohiy asar maydonga keladi. Sulaymaniya jamisining qiymati uning gavdasidagi toshning sonidan qatma-qat yuqori. Onu mana mushundaq qimmatli qilgan toshlarning o'ziga loyiq o'rniga joylashtirishidir. Yig'inchoqlaganda bir gavdini, u gavdining parchalarining jug'lanmasidan texim yuqori qimmatga ega qilgan omil ruhdir. Ondaqda bu qonuniyat аңсыз toshga o'xshash bir mavjudiyat uchun kuchga ega bo'lgan bo'lsa, insondan iborat aql, iroda va vijdonga ega bo'lgan bir mavjudiyat uchun kuchga ega bo'lmasmi? Aidiyat hurlikka to'salg'imi? Aid bo'lish bir o'ringa ega bo'lganlikdir. O'rni yo'qning aid bo'lishidan eg'iz echish bema'nilik bo'ladi. Bir odamning o'rnini urug'ning o'zi tanlamaydi. O Allah belgilagan qonun taqozzosiga asosan o'zgarmas taqdirga ega. O'ziga loyiq joyni topganda yiltiz tortib bixlanadi. Cho'ngib badam darxiga aylandi, lekin inson uningga o'xshamaydi. İnsan irodalik va aqlliq maxluq bo'lganlikdan o'ziga loyiq o'rinni o'zi tanlaydi. Yaratquchisi yaratishda uningga taqdir qilgan o'rinni tanlay olgandek, u yerni tanlay olmay qilishi mumkin. O'ziga loyiq bo'lgan o'rinning o'rniga boshqa bir o'ringa joylashishi mumkin. Albatta, bu uch qat zulmni keltirib chiqardi. Birinchi, aslida o'zi tava bo'lgan o'ringa qilingan zulmdir. Ya'ni aslida u o'ziga loyiq bo'lgan yerni tark etishi bilan u yer egasiz qoladi yoki u yerga oid bo'lmagan birisi kelib, u bo'sh o'rinni to'ldirdi. Ikkinchi, u egilib olgan o'ringa zulm qilgan bo'ladi. Chunki u kelib egilib olgan o'rin aslida uningga oid emas, boshqa birisiga oid. O boshqa birining o'rnini egilib olganligi uchun uning zulm qilgan bo'ladi. Uchinchi, o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Chunki boshqasining o'rniga joylashganligi uchun o'zi nafsiga zulm qilgan bo'ladi. O yaratquchi uningga tayin qilgan, ya'ni tarq qilgan. Inson ba'zida o'zining o'rnini bilolmaslik kasaliga giribdor bo'lib qoladi. İradsiz məxluqlarda bu savallikni sodir qilish qobiliyati bo'lmaydi. Lekin irodalik məxluq bo'lgan insonlar bu savallikni sodir qila oladi. Hech qanday bir o'ringa taalluq bo'lmaganlar ba'zida o'zini har yerda yeri bor deb o'ylab qoladi. Bu o'zini aldashdan boshqa narsa emas. Har tarafga mansub bo'lgan o'zini halok qilgan bo'ladi. O'zining o'rnini bilolmaslik kasaliga giribdor bo'lganlar
Aidiyetni hörlik zıt deb düşünüdü. Aslida ularni xatolashtirgan hörlik haqidagi tushunchalar bo'lib, vayi insho qilgan, ya'ni barpo qilgan bir aqlning hörlik haqidagi tushunchasi Hazrati Maryamning onasi Hannaning hörlik haqidagi tushunchasi bilan birdek bo'ladi. Hanna, Rabbim, men qo'rsqimdagi farzandimni butunlay hör holda, ya'ni muharraran sening xizmatingga atadim. Bu nazramni mendan qabul qilgin degan edi. Bu oyatga asosan hörlikning ma'nosi nihoyat ro'shan, ya'ni nafs va atrofdagilarning ozdirg'uchi besimlarga qarshi to'g'ri bo'lganini ado qilish. Bundaqcha qilib aytganda, hörlik ko'ngli xohlaganni emas, to'g'ri bo'lganni qilishdir. Vahiy insho qilgan hörlik tushunchasi aslida nihoyat aniq bir burilish nuqtasi bo'ldi. Bu burilish hörlik tushunchisini ilgirki tushunchaning qarama-qarshi tarafida o'rin olg'izdi. İslam insoniy havoyi havasi ko'ngli tortgan ishni qilmaslikni hörlik deb biladi. Lekin zamonaviy davr insonni hörlikni ko'ngli tortganni qilish deb tushunadi. Bu xato hörlik tushunchasiga nisbatan oidiyat hörlikka zid keladi. Kishi naqadar o'rinsiz holda laylab yursa, shuncha hör deb qaraladi. Qanchalik darajada oidiyatsiz bo'lsa, shuncha erkin deb qaraladi. O'rin va oidiyati bo'lmaslik bir yetimlik bo'lib, bu mazkur maxluqda kimliksizlikni keltirib chiqardi. Mana bu barliq kimlik buhronlarining ostida yotgan haqiqiy sabab. Vatanidan ayrilganlarning panolanguchilik salohiyati bilan hayotini davomlashtirish fursati bo'ladi. Lekin o'zini hech qanday bir yerga tava qilmaganlarning panolanguchi salohiyatini qo'lga keltirishimi ba'zi mushkul. Oqibatda kimlik buhroni maydonga keladi. Mansubiyatsizlik mazkur shaxs yoki shay'ini texmi kuchli holga keltiradigan bir hörlik emas, aksicha uni chirtib yo'qotadigan bir oidiyatsizlikdir. Oidiyati bo'lgan kishi shaxsiyat bo'ladi. Musulmonning 3 xil oidiyati bo'ladi. Birinchi, Hazrati Odamga tutashgan bog' vasilasi bilan qarindoshlik. Bu insoniy qarindoshlik bo'lib, mu'minni boshqa insonlar bilan insonlik beg'i orqali bog'lab turadi. Ikkinchi, Hazrati Ibrohimga yo'ldoshlik. Bu millat qarindoshligi bo'lib, mu'minni Ibrohim millatiga tavhid beg'i bilan bog'laydi. Uchinchi, Hazrati Muhammad bilan dindoshlik. Bu ummat qarindoshligi bo'lib, mu'minni Muhammad ummatiga din beg'i bilan bog'laydi. Oidiyatni rad qilg'uchi yolg'iz kishiga aylanadi. Shaxsiyat bo'lmaydi. Insonni shaxsiyat qilgan narsa oidiyatdir. Chunki shaxsiyat o'zini tava bo'lgan turdan farqlantirib turgan qimmatni bir butun gavdadan ayrilib turish uchun emas, balki bir butun gavdaning qimmatiga qimmat qo'shish uchun ishlatgan kishidir. Mana bundaq shaxsiyatlardan tashkil qilingan bir jamiyat jamoat deb ataladi. Bir kishilar to'pini tashkil qilgan nafarlar shaxsiyat bo'lolmagan bo'lsa, u to'pning ismi jamoat emas, jamoat bo'ladi. Jamoat aqllarni boshqalarga ijaraga bergan kishilar to'pidir. Bundaq jamiyatda Alloh yaratgan shir-sifat maxluqotlarning tishi va tirnoqlari yulib etilgan bo'lib, qo'yga aylantirilib qo'yiladi. Jamoat ismini jamoat deb qo'yish bilanla jamoat bo'lmaydi. Shaxsiyat, aqliyat bo'lgandek, jamoatmi aqlliqlarning jug'lanmasidir. Padala vujud to'pidan jamoat aqllar jug'lanmasidan tashkil topadi. Bu xuddi lazer nurlarning birlikda sap tutishidek jamoatga aqllar, irodalar va vijdonlarning sap tutgan holidir.
his tuyg'u va tafakkur birligi ustiga insha qilingan bir harakat birligi u harakatni harakat holidan chiqarib soliy amalga aylantirdi. İslomiy harakat mana bu sababdan soliy amalning yana bir xil ifodasidir. Aqldan yo'qsun jamoat mavjudotga aylangandek, jamoatsiz aqlmo shaxsiyatchilikka aylanib qoladi. Öz aldığı yalğız turveliş, şəxsiyyətçilik ideologiyasının ifadəsi bulub, aidiyətdən qaçqanlarının panagayıdır. Bu ideologiya bularningcha hörlük deb atıgan nəsə, köngli tatqanı qilish və öz meyli boyunca yaşaşdır. Çək-çeğirlarni dəpsəndi qilishni özüge vəzifə qılıb alğanlar, çək-çeğirlarning mavjudligiga qarşı chiqidi. Mana buningga o'xshash o'zi xohlagancha yashashni orzu qilganlarmi aidiyatga qarshi chiqadi. Mana bu nuqtada aidiyatning bir tarbiya omili bo'lishi zarur bo'ladi. Shundaq, aidiyat bir nafs tarbiyasi va ruhni poklash harakatidir. Boshqalar bilan birga yashash belgilik doira ichida yashash deganlik bo'ladi. Chek-chegara had deganlik bo'ladi. Çək-çegirisi buluş, həddini biliş deganlik bo'ladi. Həddini bilməydiganlar çək-çegirisi bo'lmaganlardır. Başqacha qilib aytsaq, çək-çegiri bilməydiganlar həddini bilməydiganlar bo'lib, bu tiplar har xil insonlashtirishning tunji xaridorlaridir. İnsani münasibətlər sun'iy münasibətga aylanib qolgan kunimizda yoshlarga qarsanglar, nima deganligimni bilib yetalaysizlar. Şoňa Allah Rasulining Məkkədə tunji bo'lib qilgan ishi bir davlatning o'g'lini selish emas, bir jamoatning o'g'lini selish bo'lgan edi. Məkkədəki islom jamoatini ching tutib turgan narsa manfaatlarning o'xshash bo'lganligi emas edi. Chunki ularning orasida bo'lishkidek bir manfaat yo'q edi. Lekin tang tortadigan dard ko'p edi. Harbiy intizommi yo'q edi. Çünki o vaqtda Məkkədə bundaq bir intizamni tatbiqlaydigan kishilar va joy yo'q edi. Undaqda öz davrining eng cho'ng iymon harakatining qahramonlarini bir yerga jam qilgan nima edi? Bir eg'iz so'z bilan aytganda oidiyat edi. O'ttirda mavjud bo'lib turgan masala faqat yaxshi va yomonni bilish masalasi bo'lgan bo'lsa edi. Aldınqı bölümlərdə tilgə elib ötən Öməyyə bi Əbis Saltqa oxşaydigan kişilər bilən tunji Qur'an nəsli arasındakı fərqni biləlməyən bolatdıq. Musulman boluş üçün Şamdan yolğa çıqqan Öməyyəni bu qarardan yandırğan нәрсә tağısının oğlunun Bədirdə öldürülgənligidən ibarət emas idi. Əgər bu imandan yaltış səbəbi bolğan bolsa, öz atısını öz qolu bilan öldürgən Əbu Übeydə bi Cərrah və Muaz bi Amr bi Cəmuhqa oxşaydigan kişilər qılğan fidakarlıqlarını qandaq izohlaymiz? Əlbəttə, aidiyət bilan. Bu nöqtada cavabı berilishi zarur bolğan ən mühim sual nimaga oid bo'lish? Aidiyat kishilarga emas, qadriyat va prinsiplarga bo'ladi. Tunji Qur'on nasli aidiyati bo'lgan nasl edi. Undaqda tunji Qur'on naslining aidiyat adresi nima edi? Bu savolga beriladigan javoblarning birining Hazrati Rasululloh edi. Bo'ladiganligida shubha yo'q. Bu vaqtda aqlimizga shu savol keladi. Ondaqda Rasulullohning aidiyati nima edi? Chunki Allah Qur'onda uni o'rnak qilib ko'rsatmoqda. Hammaga ma'lum, tunji Qur'on nasl qilgan, ammo Allah Rasuli hammadan burun qilmagan hech qanday bir yaxshi ish yo'q. Bu ahvolda yuqoridagi savolga Rasulullohning o'z ichiga oladigan shaklda javob berilishi kerak. Bu savolga beriladigan birdan bir javob mundaq bo'ladi. Aidiyat Qur'on orqali belgilangan qadriyatlar va prinsiplardan iborat.
Bu javobni Qur'onga bo'lgan oidiyat shaklda ixchamlig'i bo'lmamdi? Vallahu alam. Ya'ni to'g'risini bilguchi Allah. Yo'q, bo'lmaydi. Chunki u vaqtda texi kitob deyilgudek darajada bir vahiy jug'lanmasi barliqqa kelishdan burunmi oidiyatga ega bo'lgan bir islom jamoati shakllangan edi. Bu nuqtada ta'kidlanmoqchi bo'lgan bir narsa nihoyat aniq bo'lib, oidiyatning kishilarga emas, prinsip va qadriyatlarga bo'ladiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Oidiyatning kishilarga bo'lishi xristianlikdagidek kishiga tevinish, ya'ni cho'qinishni keltirib chiqardi. Qur'onning va Rasulullohning shuncha ta'kidlashiga qaramasdan, bu xil tevinish shakllantirish tashabbuslari tarix bo'yicha ko'rilib turdi. Lekin Qur'onga ching esilgan muddatcha bu xil ezib ketishlar islomning o'ziga bir ziyon yetkazolmaydi. Ziyonga uchirg'uchi islom emas, musulmonlar bo'ladi. Oidiyat kishilarga bo'lgan bo'lsa edi, bu hech qanday munozirsiz holda Rasulullohga bo'ladi. Lekin uningga vahiy qayta "Menmi sizlarga o'xshash bir inson" deyishni ta'kidlagan edi. "Senmi o'lasan, ularmi o'ladi" deydi vahiy. U vafot topsa yoki o'ltirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? deb ogohlantirib so'raydi vahiy. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi nuqtalarni o'z ichiga olmoqda. Birinchi, Rasululloh vafot bo'lgan yoki o'ltirilgan taqdirdami, sizlar mangan yo'linglardan yenib olmasliginglar kerak. Ikkinchi, sizlarni mayil qilg'uchi sizlarni Rasulining o'limilik shaxsiyatiga mayil qilmadi. Uchinchi, sizlar yuzlangan tarafda Rasululloh vafot bo'lgandan keyinmi mavjud bo'lib turadigan bir narsa bor. U narsa vahiy bilan kelgan prinsip va qadriyatlar bo'lib, bu javob aslida Hazrati Muhammad nima uchun eng oxirgi payg'ambar degan savolning javobi edi. Chunki insoniyat aqli balog'atga yetgan bir mazgilga kelganda nabiy uningdan keyin yetakchilik kishilardan prinsiplarga almashgan edi. Tunji Qur'on naslining oidiyat tushanchisini Tövbe surasida qissalari bayon qilingan 3 kishining tövbesida aniq ko'ra olamiz. Kab bi Malik, Hilal bi Muhayya va Murara bi Rabi Tabuk g'azoti sapriga o'zirsiz bo'lgan turuqliq qitilmagan edi. Allah Rasuli ular haqida Allah'ның hükmü nazil bo'g'ichi arliqda ularga islom jamoatidan ayrilib turish jazosi bergan edi. Ayet ularga oidiyatning adresini ko'rsatgan edi. Kabbi Malik tövbelerinin Allah tarafidan qabul qilinganligini bildirgan ayet nazil bo'lgandan keyin oidiyati adresining to'g'ri bo'lganligini ifodalagan tövendeki so'zlarni qilgan edi. Ya Rasulullah, agar boshqa birisining oldida bo'lgan bo'lsam, bir bahona topatdim va uning g'azabidan qutulatdim. Men naiti kaptan bir kishi. Allah bilan qasamki, men shuningga ishinaman. Bugun sening achchig'ingni mendan yondirdigan bir so'zni qilsam, uzun o'tmasdan Allah g'azabingni menga yuzlantirdi. Agar sana rost gap qilsam, menga xafa bo'lishing mumkin. Lekin men Allohdan yaxshi natija kutaman. Allah bilan qasamki, mening hech qanday bir o'zram yo'qdi. Allah Rasuli yolg'on o'zirlar bilan kelgan kishilarning hammasi bilan ko'rishgan va ularning o'zirsini qabul qilgan edi. Lekin ularga Allah tarafidan munofiq muhr besildi. Kab va uning hamrohlari prinsipchanlik bilan muomala qildi va natijada ular g'alaba qozondi. Übeyrik o'g'illaridan Abu Tima dal buning aksicha muomalada bo'ldi. Aidiyatining adresini xato tanladi. U o'g'irlagan bir qalqonni bir yahudiga go'raga qo'ydi. Bu vaqa pash bo'lib qolgandan keyin gunohini yahudiga ortib, uni aybladi.
Қалқан Яһудының дүкініден шыққандан кейін Яһуди гуман астыда қалды. Әбу Тима оғырлықының мәнсубиетini yoshirishga urinib, "Мен bir musulmon bo'lish sübtim bilan sizlarga u o'g'rildi da'vatdiman. Sizlar o'zinglardan bo'lgan manga ishonamsizlar yoki Yahudiga ishonamsizlar?" degan edi. Uning gapdalligi qarg'i kelib, Rasululloh dal uning foydasiga hukm bermoqchi bo'lganda, Rasulullohni qattiq ogohlantirgan bu oyat nozil bo'ldi. Herkizmo xoinlarning tarpini almag'in. Shuning bilan abdi bashirisi ichilgan Abu Tima iymondan yenib, mushrik Makkaliklarga qo'shildi. Agar oyat Allah Rasulining o'ziga bo'lgan bo'lsa edi, buni suiiste'mol qilguvchilar cho'qim chiqadi. Lekin undaq bo'lmasimi, yanili chiqqan edi. Hatta oyatning adresini xato belgilagan bir guruh Rasulullohning vafotidan keyin Allah Rasuliga ixtiyoriy holda bergan zakotni Hazrati Abu Bakrga bermagan edi. Hazrati Abu Bakr bu ahvolni ularning dindan yonganligi deb tushungan va ular bilan jang qilgan edi. Asosan Allah Rasulining vafotidan uzun o'tmay yuz bergan ridda voqealarning bir qismining haqiqiy sababi oyat adresini xato belgilab olganlik edi. Chunki Hazrati Umar bu ahvolni boshqacha tushunganlikdan bo'lsa kerak. Hazrati Abu Bakrning bu masaladagi tushunchasiga doim qo'shilmagan edi. Xalifa bo'lgandan keyin ridda tuhmati bilan mahkum qilinganlarning hammasini qo'yib bergan edi. Bu misollar oyatning kishilarga emas, prinsiplarga bo'ladiganligini tushuntirishga yetarlik. Bu haqiqatan kunimizda texmo muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Chunki adresi kishilar bo'lgan oyatlar kishilarning umri bilan qoim bo'lmoqda bo'lib, ular ketishi bilan u oyatmo oxirlashmoqda. Lekin adresi prinsiplar bo'lgan oyat kishilarning ketishi bilan oxirlashmay, u prinsiplar kuchga ega bo'lib turgan muddatcha davomlashmoqda. Davomi bor.